Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктары видеоны бастамас burun arnaga tirkelib videoga like basуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Babker Bentley men ayqasda Alimxon uli qanday qatelik jasaganini aytdi. Orta salmoqda WBO belbeu yegeri Janibek Alimxon ulining babkeri James Bandit Magritte Qozog'istonlik bokschining Denzil Bentleyga qarshi кездесуде qanday qatelik jasaganini aytdi deb yozadi. Buna o'yimcha Janibek orta salmoqdagi eng mixti bokschi. Iya bugun Bentley mixti bo'ldi, uni mo'yindau kerak. Men ol turali jekpechekdan oldinda Janibekka aytgan bo'latimman. Ol unimi muqiyat bo'lib qism jasov kerak edi. Jalpi jospar o'rindaldi. Biroq kedi Alimxon uli qarshilashga ko'p so'qqi jasovi mumkinlik berib qo'ydi. Deganmen buning o'zi olgan ulkan tajriba bo'ldi. Agar ol nokaut bilan jengsa, biz dal o'sinday tajriba jinay olmaytin edik. Jalpi Janibekning ko'rsatgan hunari rizaman, dedi Magritte кездесуден keyin. Eski salayıq Alimxon uli men Bentley arasındagi ayqas Las Vegas qalasida o'tib, 12 raundlik qortundisi bo'yicha Alimxon uli jengishga jetdi. Hech kim ayqasqisi kelmaytin jigit Yesepin tilchisi Janibek turali video jariyaladi. Yesepin jurnalisti Mark Kriegel Twitter желісінде Janibek Alimxon ulina arnalgan video jariyaladi deb xabarlaydi. Videoda o'rta salmoqda WBO chempioni atangan qozoq bokschining karyerasini o'zindilar ko'rsatildi. Janibek Alimxon uli qozoq stil aytuv qiyin biroq ag'alishin tilida jengil avdariladi. Hech kim ayqasqisi kelmaytin jigit deganini bildiradi deyilgan jariyalanimdagi yozuvda. Videoda Janibekning jatovidan bo'lak onime judruqtasudan qashqan bokschilar ko'rsatilgan. Aldimen Andrade bas tortdi. Ken Mungnia kes kelgan chempionga 100% dayinman, deydi Janibekning o'zi. Sizlar men sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like basуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi.